Xayrli kun, hurmatli o'rtoqlar. Assalomu alaykum deymiz bog'bonlarga. Bugun mana yoz avjida, dekonchiliklar, yerga urinish harakatlari ham avjida. Hozir mana uzumlarimiz juda chiroyli bo'lib turaveradi. Balandtoklar, pasttoklar ham chiroyli turibdi. Ko'pchilik men dori sepasam ham zo'r deydi. Mana oralariga chang bilan sho'rilashganini qayerdan bilamiz? Shal telni qarab chiqamiz. Mana shu to'g'ri bo'ladi uzumlar o'zi aslida mana shunaqa. Mana sal egri bo'lib qolganlar birinchi polyotda oldin birinchi seriyada kasallik yuqqan va o'sha davolangandan keyin mana yo'q bo'lib ketgan. Mana shu egri bo'lib qoladi, bunday bo'lib uzum to'g'ri bo'lmasdan o'sha kasaldan shifo topgani. Xo'sh, endi mana qarab chiqamiz. Yaqindan qarasak bemalol ko'rinaveradi mana. Bunda hozircha kasallik yo'q hisobda. Qaraymiz mana qarang. Buni ham shu oldingisida birinchi seriyasida kasallik tekkan mana davolanib ketgan. Mana shunaqa bukilib qoladi. Mana endi xo'p, tishatini qaraymiz. Mana shu kasallik bo'ladi mana. Yaxshilab ko'rindimi mana? Mana chang sho'r degani mana atdik, ketdi. Yana yana. Mana shu chang sho'r degani. Shunday bo'lib qoladi mana. Ko'rdingizmi? Mana shu sekin tursa, turib yorilib, boplab uzumda enasini ko'rsatadi mana. Xo'sh, tepada. Tak. Bularda yo'q ekan mana. Xo'sh, mana yana orada. Mana. Ana shu endi chang sho'r shudring kasali, shudring emas, nima? Chang sho'r kul kasali bo'ladi shu. Mana. Mabodo erinmasangiz terib chiqing bittadan. Yoki bo'lmasam shu dorisini sepamiz mana. Mana shu chang sho'r degan kasal bo'ladi. Bir 15 kunmi, 10 kun oldin abrobot qilganmiz birga. Hammamizni ko'rsatganmiz, lekin bu shunaqa bir ajoyib narsachi. Endi bularda ham tirikchiligi bor, kasallar ham chiqilib qayergadir keladi-da bu. Ora bo'lib zavoddagilar dori chiqarishadi. Endi bu tabiat kasallik tushmagan narsa yo'q. Buni oldin bilmaganmiz mana. Mana bittachi. Xo'sh, mana shu egilib qolibdi. Shuni ko'rsatamiz, qani. Ya bu shu oldin shifo topgan ekan mana. Mana shunday egri bo'lib qolsa, oldingidan shifo topgan bo'ladi mana shu. Mana yerda ham mana shu oradagi mana chang sho'r mana shu bo'ladi. Mana. Ko'rindimi mana? Mana shunaqa ustini kulga o'xshagan narsa bosib qoladi mana. Mana shu kasallik bo'ladi. Yana tekshirib chiqsangiz ko'rinadi albatta. Mana orqasida ham sal mana bunda ham bor ekan mana. Mana shu mana ko'rindimi mana? Chang sho'r bo'ladi mana. Ana uch tomoni kulga o'xshab turibdi va uchi qisib qolgan, semirmaydi. Mana shunday qoladi. Mana semirmasdan. Mana entalakur, fungitsid Tribucanos 12%, Triodondefon 10%, zang, un shudring va zamburug'li kasalliklarga qarshi fungisid. Ta'sir etish xususiyati. 3 bo'l preparat g'alla maydonlaridagi sariq va qo'ng'iz zang, un shudring hozir ko'rsangiz, septaroz, dog'lanish, ya'ni dog'lanib qoladi mevalar. Prekuliaroz, aydum, antikanoz kabi zamburug'li kasalliklarga qarshi qo'llanadi. Bu vosita kasalliklarga qarshi tizimli ta'sirga ega bo'ladi. Sistemli bo'lgan himoya qo'llovchi va davolovchi xususiyatga ega preparat hosil yo'qotilishi va kasalliklarga keng tarqalib ketishini oldini olar ekan. Davolovchi, sistemli. Mana 5 gramdan 10 litrga 5 gramdan.
va bunga Biguz degan nimamiz bor, vitaminimiz bor. Biguz Entalakurdan 5 gram, Biguzdan 15-20 gram vitamin. Gumin kislotalari asosida kaliy tuzlar 25. Ta'sir etish xususiyatlari: ochiq dala, issiqxona, ekinlarga barga orqali qo'llanadi. Ya'ni bargadan sepamiz, vitamin qo'llaymiz. Qo'llanganda hosil sifatini yaxshilaydi hamda stress omillariga qarshi samarali ta'sir qiladi. Stress, hali issiq birdaniga isib ketyapti-yu, havo isib ketganda stressga tushadi albatta. Shuni ham hali hovliq, yuragi hovliq qilib qoladi, shuni ham oldini olar ekan. Ya'ni bir xil ta'minlaydi o'sha daraxtni semirishini, barglari rivojlanishini. Barg orqali qo'llanadi hamda stress omillariga qarshi samarali ta'sir qiladi. Har qanday makro va mikro elementlarga boy bo'lgan preparatlar bilan birgalikda qo'llaniladi. Ya'ni har qanday vitaminga, o'sha fungisidlarga, ximikallarga qo'shib sepsa bo'laveradi. Elementlarni o'simlik tomonidan tez va to'liq o'zlashtirishiga yordam beradi. Ekinlarning ildiz tizimini rivojlantirgan holda elementlarni ko'paytirib gul tutishini yaxshilaydi. Hatto guliga ham foydasi bor ekan. Preparat tarkibidagi organik modda va gumin flank kislotalari tuproq unumdorligini oshiradi. Ya'ni ildiz sistemasiga ham foydasi bor ekan. Hurmatli o'rtoqlar, endi ozmi ko'pmi dehqonchilik madaniyati harakat qilaveramiz biz. Mana hozir bitta ikkita tushib qolibdi. Bo'lmasam shu bir hafta oldinmi, 10 kun oldinmi ko'rsatuvdim. Unda dala test yapdik. Zo'r turdi. Albatta orada yomg'ir yog'di, salqin bo'ldi-yu, ana shu yomg'irlardan albatta kasallik keladi. Mana shuni chiroyli turish uchun harakat qilaveramiz. Bizdan harakat barakani beradi. Endi hozir bir bog'da aylanib chiqamiz. Hosillarni va birgalikda nimalar sef qo'yamiz. Ammo albatta protovaga tahvollar, sistemli degan nima? Sistemli degani o'sha 7 kundan 15 kungacha shetda o'sha bizni mahsulotimiz turadi. Shuni yalagan o'sha nimasi tekkan o'sha zamburug'lar Gitler kaput bo'laveradi. Va 15 kundan keyin umuman chiqib ketadi. Shunaqa inson uchun zararsiz. Lekin albatta protovaga tahvol ish qilasizlar. Mana endi hozir holatni ko'rib chiqamiz bog'larimiz. Entalakur 5 gramdan 10 gram. 10 gram qo'shdik. Mana endi 10 litrga 5 gram. Ya'ni 20 litrga 10 gram bo'ladi. Mana endi mana bu Biguz. Bu o'simliklar organik kompleks ekstra o'g'it mana. Biguz degan. O'simliklar uchun organik kompleks. Organik. Mana. Bundan 20 gram, 15 gramdan beraveramiz. Bu ozuqa stressdan chiqaradi. Hali havo isib ketganda hayajonlanmaydi. Buni o'sha aytgandek har qanday ximiya vositasiga, har qanday nimaga sepib, hatto buni o'sha tomirdan kafelniga ham ishlayveradi. Tomchilab sug'orishga ham ishlayveradi. Mana hurmatli o'rtoqlar, aylanib chiqdik. Har bir ko'rib turgan do'stimizning xonadonida shunaqa mevalar bo'lsin. Va arzimagan narsa. Kimgadir vahimaga o'xshaydi, lekin yillar o'tadi, 5 yil, 6 yil, 10 yil, 15 yilda albatta suv bo'lsa, har qanday yer, O'zbekistonimiz yomon yerlari yo'q. Barcha do'stlarning bog'iga shunaqangi mevalar tilaymiz. Mana hurmatli o'rtoqlar, bugungi suhbatimiz uzum haqida edi. Shunaqa bir qo'taga qarab qo'yasizlar. O'sha vaqtda ko'rinmaydi. Bir dona bo'lsa ham 5 kun, 10 kun, bir haftada albatta o'zini nimasiga erishadi.
hali достигнили свое достижение deydi, niyatiga erishadi. Kasallik shunaqa zamburug'. Havodan keladimi, yomg'irdan keladimi, endi bu ularni ham o'zi biladi qayerdan kelishini. Bizni vazifamiz shularni yo'qotish. Shuning uchun ozgina shu har haftada yo bir 10 kunda bir обработка qilib tursak, uzumlarimiz bunday chiroyli bo'ladi. Bitta bolalar uchun rahmat. Har bir do'stimizning xonadonida tinchlik, omonlik bo'lsin. Kasallar bo'lsa shifo bersin. Mamlakatlarda qayerda bo'lsalaringiz, qaysi mamlakatda bo'lsalar xat yozib qo'yinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Charchamanglar. Topganlarimiz to'ylarga buyursin. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Osmonimiz tinch.